kabinali traktorimiz olib chiqib ketildi. Ya'ni 554 55 ot kuchli traktorimizni taxlab qo'yganmiz. Xudo xolasa buni ham olib ketish jarayoni. Dokumentlar qilinyapti. Xudo xolasa buni ham lizing asosida xarid qildi. 60% ni to'lab qolganini lizing asosida olib ketyapti akalarimiz. Hamma moy suvlarini, hamma joyini tekshirib berib yuboryapmiz akaga. Xudo xolasa hozir haydab olib chiqib ketadi Buxoro filialimizdan. Orqa naveskalarni ko'rishingiz mumkin. Buxoro viloyati Peshku Romitan tumaniga olib ketyapti. Qanaqa qishloq? Qo'yjoy. Vali akamiz mana bizlarni olib chiqib ketyapti. Xudo xolasa aka yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Yaxshi kunlarga haydang. Bundan ham katta texnikalar kelib olib keting aka bizlarni mana shu Buxoro filialimizdan. Rahmat aka. Mana Romitan tumaniga YouTube 554 traktorimizni olib ketish jarayoni. Xudo xolasa hozir sotildi. Dokument ishlari hammasi qilindi. Bu zip qopini qo'yib berganmiz. Ishlarni hammasini tekshirib ko'rib oldi. Xudo xolasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin deb qolamiz texnikamiz. Yana klientlarimiz kelyapti, ketish bo'lishiga qaramasdan. Bugun juda zo'r savdo bo'ldi. 454 kabinali sotildi. 554 X dan sotildi 5 kabinadan, keyin 1404 miz Yuto 1404 sotildi. Nargis skor tushmadi. Nargis skor tushmayapti. Nargisi. Ana tushmayapti. Qaydan endi yuradi? Ana. Chiroyli qilib mo'yka qilib berdik. Bismillah. Traktor qanday aka, zo'rmi? Zo'r aka, rahmat. Yaxshi, menga yoqdi. Tavsiya berasizmi? Aha. Qani bitta rasmga tushamiz, keyin xudo xolasa. YouTube'dan chiqadi, tashab qo'yaman o'zingizga. O'zimga tashab qo'ying. Bo'l, tashab qo'yaman aka. YouTube 554 traktorimiz mana Buxoro viloyati Romitan tumaniga olib ketyapti. Kecha xuddi mana shu traktorimizdan Vobkentga olib ketgandi. Xudo xolasa YouTube traktorini Buxorodan nomeradin qilamiz. Undan tashqari hamma turdagi YouTube traktorlarimiz bor akalar. 354 35 ot kuchi, 454 45 ot kuchi, 45 ot kuchidan ham bugun olib ketdi bitta. Bu 654, bu ham 654, 904, xudo xolasa yaqin orada 80 ot kuchli YouTube traktorimiz keladi. Uni ham bitta obzor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa endi bu YouTube 1404 traktorimiz Xorazm viloyatiga ketadi. Hozir to'lovini qilib kelyapti akalarimiz, bankdalar. Hozir uni ham bitta video obzorni qilamiz. Xudo xolasa olib ketish jarayoni, yuklab berish jarayonlarini qo'yib boramiz, hurmatli mijozlar. Hammangizga mana shu traktor bor o'zi Buxoro filialida kutib qolamiz.